Bundan 10-15 yil oldin biznes egalari kamdan-kam holatda raqobatga duch kelardilar. Ishga o'zgacha yondashuvsiz ham, faoliyatni tizimlashtirmasdan ham natija olgan, yaxshigina daromad topgan biznes egalarini ko'pchiligimiz taniymiz. Hozir ham shundaymi? Ma'lumotlarga ko'ra, raqobat va biznes boshqaruvidagi bilimsizlik sabab O'zbekistonda 2024-yil oxirida 100 mingdan ortiq kompaniyalar yopilib ketgan. Chunki bugun raqobat har qachongidan kuchaygan. Hozir ishdagi tizim, xodimlar boshqaruvidagi layoqat ancha o'sgan. Biznes boshqaruvidagi bilimlar sizga to'g'ri biznes yuritishni o'rgatadi, ammo shaxs, ya'ni biznes egasi rahbar rivojlanmas ekan, bu bilimlardan sizga manfaat yo'q. Rahbar nafaqat biznesini rivojlantirish yo'nalishida ishlab, yangi bilimlar olishga intilishi, xalqaro tajribadan andoza olishi, balki shaxsiy brendi va eng asosiysi liderlik xususiyatlarini takomillashtirish ustida ishlashi ham suv va havoday zarur bo'lib qoldi. Siz o'zingizda liderlik ko'nikmalarini rivojlantirib, uni namoyon etishni istasangiz, nutqingiz ustida ishlashingiz lozim. Agar bu yo'nalishda sizda muammolar bo'lsa, bizda ularga yechim bor. 5-6 iyul kunlari poytaxtimizda o'tkaziladigan 2 kunlik intensiv treningimizda sizda mavjud bo'lgan nutq bilan bog'liq muammolarga yechimlar beramiz. Nutqni tizimlashtirish, omma oldidagi his-hayajonni yengish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, ovoz va talaffuz imkoniyatlarini kuchaytirishni istaganlar uchun bu 2 kunlik trening ajoyib yechim bo'la oladi. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va joyingizni band qiling.